Bu kvartiramizni balkon qismi, balkon перегородка bilan ikkiga bo'lingan ekan. Dokumenturnikatyor отопленияlar bor. Balkonga mana shkaflar moslab bergan ekanlar. Bemalol narsalarni qo'ysalar ham bo'ladi. Eshiklar MDF eshik qo'yilgan. Oyoqdagi parket pol bo'lgan, katta kotel qo'yilgan, konditsioneri bor, televizori bor. Barcha ko'rib turgan jihozlarni tashab ketamiz deyapti. Oyoqdagilar parket pol bo'lgan, eshiklar MDF, mana bu yerda kladovkasi bor. Bu kvartiramiz 4 qavatli domda 3-qavatda turibmiz. Skvoznoda joylashgan kvartiramiz. Отопленияni o'ziga ham qaranglar. $2000 sarflangan ekan. Hatto yaxshisidan qo'ygan ekanlar. 4 qavatli domda 3-qavatda shu kvartiramiz sotilyapti. Narxi $33900 dan tushib beraman deyapti egalari. Pastki raqamlar egalar raqami. Bemalol baqirtirishga savdoni qilaverasizlar, tushib beradilar, kami bor. Sanuzel hojatxonalari отдельный bo'lgan, jakuzi vannalari bor, arestonlari bor. Eshiklari akfa eshiklar qo'yilgan. Hojatxonasi ham yaxshi holatda. Pokiza, juda ham chiroyli zo'r holatda. Tapchanlar qilib bergan ekanlar, oshxonani o'rniga 2ga oshxona xullas balkonga chiqqan ekan, mana balkon qismi. Kirmoshnalari bor, metana shkaf, vitishkalari bor. Mana dokumenturnikatyorli. Remontlari yashashga tayyor, gaz plitalari bor. Ancha sarf qilib bergan ekanlar, $5-6 ming aniq sarf qilganlar eng kamida. Telefon qilib baraka qilishlari mumkin. To'g'rilab aytsamiz, Marg'ilon shahar Kallaxo'rda turibmiz. Kallaxo'r 2 pitayda. Tashqaridan ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Yo'lda bo'yiga qaragan dom. Tashqi fasad ko'rinishi mana. Paketdan mana 2 damas o'tadi, mana bu yerda pitayga. Pastki raqamni telefon qilsalaring, olib kelib ko'rsatamiz biz. Egalar raqami o'zlari ko'rsatishadi. Bemalol savdo qilib, baqirtirishga maza qilib, savdo qilib, uyda olib, oilaviy qishga maza qilib damda olib, yana yozda yer uylanishga ketishlar mumkin. Telefon qilib baraka qilaverasizlar.